Mana meni onam, meni ko'rishga keldilar deysan. Shunday qilasan-da, olasan mana. Mana uni farqi, senga hozir bu qozoningni pastlik qiladi-ku, mana bunday qilasan-da mana. Mana ko'ryapsanmi? Tepaga. Tepaga. Endi shunda ham bu ham bo'lmaydi. Bu ham yetmaydi. Menga shu yetmagani uchun men kattani oldim-ku. Masalan, mana yerimdan turib oladi. Chunki siz o'zingiz ko'rinmashingiz kerak-ku. Ha, sen o'zing ko'rinaver. Sen odamlar rosa ko'ryapsanmi? Ana qilyapti, nima deydi? Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, sog'lik, salomatliklaringiz yaxshimi? O'tgan hayitlaringiz bilan barchalaringizni tabriklayman. Oilangizga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik tilayman. Mana bugun biz roligimizni, mana boya aytganimdek, magazinda sizlarga kiyim-kechaklar obzor qilib beraman degandim. Hozir mana shu kiyimlarni sizlar bilan ko'ramiz, obzor qilamiz. Tomosha qilinglar. Sizlarga yoqadi degan umiddaman. Qo'limdan kelgancha obzor qilib beraman. Marhamat, ko'ringlar. Sizlarga yoqsa like bosinglar, podpiska bo'linglar, kommentariy yozinglar. O'tamiz. Mana bu kostyum ko'ylagimiz hozirgi kunga, havoga juda mos. Bahorda, kuzda kiyiladigan fransuskiy fasonda, uzunligi ham fransuskiy. Mana shu kostyum ko'ylagimizning narxi 280 ming so'm. Buni ham hozir qolganlarini ko'rsatib o'tamiz. Buni razmeri 48. Mana. Juda ham chiroyli. Ishlaydiganlarga juda ham yaxshi ketyapti. O'qituvchilarga, davlat ishida ishlaydiganlarga, nafaqat davlat ishi, balki to'ylarga borganda ham, tadbirlarga borganda ham juda ham skromniy narsa. Kostyumi bilan albatta har bir ayol kiysa buni chiroyli turadi. Baribir kostyum kiysa davlat ishida ishlasa ham, ishlamasa ham odam skromniy ko'rinadi. Mana hozir boshqa rangini ham ko'rsatib o'taman. Mana kostyumi bejviy, ko'ylagi menimcha urfda ko'ylaklari, koftichkalari, hattoki kostyumlari ham chiqib ketdi. Ranglari bor edi, buni ham hozir 3 dona qoldi. Mana shu xuddi shunaqa rangdagi ichi zebraliga o'xshash fasoni ham bor edi, sotildi. Mana bu yerda mana chiroyli broshkalari bor. Bu ko'ylakni o'zini ham kiysa bo'ladi. Hozir buni ko'ylakni o'zi turgan holatni ham ko'rsataman sizlarga. Mana ko'ylakni o'zi hozir bu manekenga biroz kattada, shuning uchun sal g'alati ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Kiygan odamga juda chiroyli turadi. Buni yozda ham kiysa bo'ladi. Materiali nima deydi? Shok deydimi? O'shanga o'xshagan material. Juda chiroyli. Tagi mana bunaqa plisrovkali. Kiygan odamga juda chiroyli turibdi. Boya aytganimdek, har qanday joyga, har qanday vaziyatda kiysa bo'ladi. To'ylarga, ishga, ko'chada kunlik yurganda kiysa bo'ladi bular hammasini. Malina rang, juda ham yorqin rang. Buni ko'ylagi shifon. Yengi bor. Kalta yeng. Juda ham chiroyli turadi kiysa. Buni fasoni sal boshqacharoq. Oldida mana bunaqa chiroyli jemchuklari bor, toshlari bor. Buni razmeri adashmasam 46 ekan. Men razmerim ekan. 46 kiyadigan
odamlar, ya'ni maniken razmerda, manekenga bo'ladigan razmerda-da. Mana shu. Juda ham chiroyli. Mana shular. Hozircha shularni obzor qilib ko'rsatib beraman sizlarga. Keyin mana bunaqa kiygan. Bularni ham ertaga sizlarni ko'rsatib obzor qilib beraman. Harakat qilaman ko'rsatishga. Ovozli videolar oling, ovozda yaxshi deb yozgan kommentariyada deyarli 99% kommentariy shunaqa bo'lib kelgan. To'g'ri, ovozda yaxshi. Xudo xohlasa endi bundan buyog'i shunaqa ovozli bo'ladi. Videolar sizlarning ko'nglingizdan joy olishga harakat qilamiz. Chiroyli, yaxshi, sifatli videolar qo'yishga harakat qilamiz. Dildor opamni hurmat qilib, meni kanalimga kirib obuna bo'lganlaringiz uchun sizlardan juda ham minnatdorman. Rahmat hammalaringizga. Sizlarga kerakli, foydali, yoqadigan videolar chiqarishga harakat qilaman. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.